Hammaga xayrli kun qizlarjonlar. Tuzumni sizlar charchamasdan yuribsizlarmi? Qizlar, o'tgan safargi videoni shunda davomi bilan davom ettiramiz. O'shancha agar birozgina imij o'zgargan bo'lsa, anaqa qilmaydi. Chunki u bir kun oldingi edi qizlar. Bir kun keyin bo'ladigan narsada birozgina terida ko'chishlar, qizarishlar bo'lganligi uchun sizlarga bundan keyin qanday davom etishinglarni tushuntiraman. Lekin sizlarning yuzingizda suv, namlik yetishmasa, yanada ko'proq quriydi va juda ko'p ko'pchishlar kuzatiladi. Lekin yuzinglardagi taranglik yaxshi bo'lsa, namlik yaxshi bo'lsa, pelingdan keyin yuzinglar unchalik ko'p ko'pchimaydi qizlar. Shu tarafiga ham e'tibor berasizlar. Hozir qilayotgan ishimiz birinchi yuzimizga shunaqa toner surib olasizlar. Xolisinglar toner pet qilsanglar ham bo'ladi, lekin toner qilsanglar yanada yaxshi. Sizlarda har xil pedlar bo'lsa ham juda ham zo'r qizlar. Menda ham hozir ped bor. Faqat shunaqa o'ta kir oborganligi uchun bu petdan foydalandim. Lekin peeling petdan foydalansa bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat peelingdan keyin ham ishlatadigan bo'lsanglar, birozgina yuzinglarni yanada ta'sirlantirib qo'yish mumkin. O'shaning uchun undan ishlatmaymiz hozir. Qizlar, mana endi hozir tonerlab oldik. Toner ham toner artish vazifasini bajarganligi uchun endi hozir yuzimizni birozgina tinchlantirish uchun aynan anaqa mistdan foydalanib olamiz. Meni mistim professionalniy qizlar. Birozgina qurishini kutamiz. Bu qurishini uchun biz ozgina boshqa narsalar bilan shug'ullanib turamiz qizlar. Buni ichida nima bor desanglar, hozir ko'rsataman. Oldindan tayyorlab oldim, videoni cho'zib ketmasligi uchun. Aynan shundan savasiylar bo'ladi qizlar. Buning ichida 2 dona bo'ladi, bittasini bir marta, ikkinchisini ikkinchi martada bemalol ishlata olasizlar. Mazza qilib suv, chashka topolmadim. Chashkam bor-da, oshxonaga chiqish kerak. Qizlar, mana sov olamiz. Faqat chamani olmasanglar bo'lmaydi qizlar. Chamani olishlik juda ham muhim. Qizlar jonlar, vaqtinglarni olmaslik uchun birdan tayyorlab keldim. Mana shundoq bo'lish kerak. Juda ham suvdek bo'lib ketishi yoki bo'lmasam juda ham quyuq bo'lib surilmaydigan bo'lib ketmasligi kerak qizlar. Muhim tarafi shu. Yuzimizga surib olamiz. Qizlar, mana hozir ko'rdinglar, maskani xuddi shunaqa qilib chiqarasizlar. Ya'ni maskadan keyin yuzinglarni aslo yuvmaysizlar. Har xil modeling maskalar bor. Albatta, modeling maska bilan modeling maskani bir-biridan farqi bo'ladi mutlaqo. Lekin juda ham ko'p, 99% bo'lgan modeling maskadan keyin yuz yuvilmaydi qizlar. O'sha tarafiga ham e'tibor berib ishlatasizlar. Mana hozir yuzimizni namladik, yuzimizni tinchlantirdik. Shunaqa sovuq va mazza qilgan yuz bilan qoldik qizlar. Endi hozir tabiiyki buni qoldiqlari qolgan qizlar. Mana ko'zimni shetlada yana bitta ped olasizlar. Paxtacha bo'lsa ham bo'laveradi. Ozgina toner surtib artib olasizlar. Qizlar, mana endi yaxshilab diska bilan artib oldik. Endi toner mist sepib olamiz yuzimizga yana qaytadan albatta. Agar yuzinglarni tarang qolishini xohlasanglar, hamisha yuzinglarni namlantirib yurishinglar kerak qizlar. O'shaning uchun hozir mistlab olamiz.
Endi yuzingizga qo'yishinglar kerak bo'lgan narsa aynan mesdan keyin agar qo'lingizda bo'lsa ampulla ishlatganinglar juda ham zo'r qizlar. Ayniqsa ampullalarni sizlarga ko'proq foydasi tegadigan ampullalardan biri kollagenli ampullalar bo'lsa ham zo'r qizlar. Bemalol maza qilib ishlataverasizlar. Men bugunlikka hozir yuzimga ishlatayotgan narsani sizlarga ko'rsataman. Shunaqa Orlan'ning narsasi bu. Bu professional narsa qizlar. Ko'rsatdi bunaqa bo'lmi? Professional narsa bu. Sifatasi ham zo'r. Hozir yuzimizga qo'yib olamiz qizlar. Bitta F1, F2, F3 da ishlatiladi. Qizlar, hozir aynan bundan birinchi yuzimizga surib olamiz. Faqat ochganingizda sizlarga tushadigan narsa shu qizlar. Aynan rezinachasini olib olishinglar kerak va mana bunaqasini tashab yuborasizlar. Tabiiyki qo'lingizda bunaqa mahsulot bo'lsa qizlar. Qizlar, bu serum. Serumdan iloji boricha juda ham ozgina yuzingizga surib olasiz. Qizlar, mana hozir serumni surib oldik. Endi ikkinchi qilayotgan ishimiz bor. Og'zini yopib olamiz. Chunki qayta yana ishlatamiz qizlar. Endi ikkinchi qilayotgan ishlar qizlar, mutlaqo mana bunaqa narsalar bo'lish kerak. Aynan anaqa uchun, yuzinglar uchun. F2 va F3 ochib olamiz. Ochayotganda yana sizlarga bitta ma'lumot aytib qo'yayim, mana idishi shunaqa joyi bor. Strelkasi bor. Ichida juda ham nozik, ko'z bilan bundoq yaqinlashtirib ko'rganda ko'riladi. Shunaqa nozik, o'sha taraf bilan ko'tarasizlar qizlar. Bo'lmasam, uncha yaxshi ochilmay qoladi. Mana shunday ko'tardinglar, qo'lingizga ehtiyot bo'lgan holda ochib olasizlar. Qizlar jonlar, mana hozir ochdik. Buning ichida shunaqa powder bor, ya'ni kukuncha. Shuni solib olamiz. Qizlar, sizlarga shuni tushuntirishim mumkin. Bittani xohlasanglar bittada ishlatsanglar bo'ladi. Lekin xohlasanglar tejab 3 marta ham ishlatsanglar bo'ladi, menga o'xshab. Savoldik. Endi qilayotgan ishimiz F3 ustidan savolamiz. Buni ham 3 ga bo'lib solasizlar qizlar. Ko'zinglar bilan chamilaysizlar ya'ni. Mana solib oldim qizlar. Endi aralashtiramiz yaxshilab. Endi bu yog'iga tezlashamiz qizlar. Yaxshilab eritib olasizlar. O'zi aslida ko'p anaqani professionallarni ko'rsatmay qo'ydim qizlar. Ko'pchilik chunki biz yaxshi bilmaymiz. Ko'ryapmiz, lekin endi xuddi qo'lingizda yo'q anaqani ko'rsatgandek bo'lib qolayotgandek bo'lib qolayotgani uchun men ham hamma mayli deb bor narsalarni ko'rsatib o'tdim, lekin bugun men aytdimki, yo'q, men ham yuzimga surayotgan narsalarim birozgina ko'rsatay dedim qizlar. Eritayotgan vaqtingizda birozgina yaxshilab eritishga harakat qilinglar qizlar. Mana qizlar, aralashtirib oldik. Aralashtirganimizda qo'limizda shunaqa bir serum sifat narsa bo'ladi. Lekin kuchli qizlar. Ana endi yuzimizga surib olamiz buni. Qizlar, yuzingizga surganingizda hozir g'alati suyuq bir anaqani serumga o'xshagan narsa surgandek tuyulayotgan bo'lishi mumkin sizlarga. Lekin yuzingizga surganingizda bilasizlarki, yuzinglarni birdan tortishni boshlaydi, birdan. Shu hozir lablarimni oldi bilan tortishni boshladi o'zi. Endi sizlarga ozgina ma'lumot beray. Bu narsa nima? Asosiy terilarga treatment bu. Qarishni oldini oluvchi. Agar mana bu porasi bor, poralari kattalashgan, poralar ochilib o'tgan, tashashi mumkin bo'lgan yuzda bo'ladi-yu, masalan. Обязательно hammamiz yuzimiz tashiydi qizlar. Faqat buni orqaga sura olishimiz mumkin xolos. Masalan, meni yuzim bugun mundora bo'lsa, ertaga mundora bo'lsin degan maqsadda. O'shaning uchun ishlatiladi o'zi kosmetika vositalari qizlar. O'shaning uchun hozir yuzimizga surganmiz, surishinglar bilan labinglar oldi bilan biroz tortish boshlanadi. Birozgina yopishqoq qizlar. Yuzimga qo'lim tegdirishni xohlamayman hozir. Shuning uchun hozir bo'ynimni ushlab ko'rsatdim. Yopishqoq. Idishingizda bor hammasini olib iloji boricha bo'yninglar bo'lsa ham qilib tashaveringlar, chunki juda ham kuchli oziq beradi. Juda kuchli oziq beruvchi, juda ham kuchli namlik beruvchi, yuzni tepaga tortish, line qilish, oziq berish bo'yicha chikko bo'lgan mahsulotlardan biri qizlar. Men o'zim
10 yillardan beri ishlatayotgan mahsulotim qizlar. Qanday ishlatishimni hozir men sizlarga aytib o'taman. Haftada 1 marta. Mutlaqo haftada 1 marta ishlatasizlar qizlar. Ha, haftada masalan 3 marta, 4 marta ishlatsam ham bo'ladimi? Bemalol bo'la oladi. Hamma jangur-jungurga bog'liq qizlar. Lekin Allohga shukr yomon emas. Lekin hadeb kulish mumkin emas. Nimagadir ichimdan kulgim kelyapti. Lekin chunki bugun kayfiyatim juda ham yaxshi. Mayli, bu xabarni ham sizlarga aytay. Yaxshi bo'lishining sababi biz endi bir oiladek bo'lib qoldik, aytib qo'yavering. Toshkentda anchadan beri bir uy qidirib ko'nglimga yoqqan bo'lish kerak, itgan joyimdan bo'lish kerak, mamnaqa bo'lish kerak. Ular qisqasi bir dunyo talablarim bor edi. Ha, pul qimmatroqmidi? Bor edi, talabimga javob beradigan uylar ham, faqat puli ham qimmat edi, lekin nimadir bir problema chiqib o'tdi. Lekin hozir bir uy topdim. Juda ham yaxshi, ko'nglimga har qanaqasiga yoqdi. Pul arzon deya olmayman, lekin shunga arziydigan bir uy. Inshaalloh nasib bo'lsa, nasib bo'lar inshaalloh. Xayrlar, huzurlar o'tiring. Ozgina turib xabar keldi. O'shaning uchun birdan kayfiyatim zo'r bo'lib ketdi qizlar. Sizlar tushundinglar. Va undan tashqari, bugun oyligim tushayotgan-ku qizlar. Chiq etib sholadan SMS tiq etib kelib qoladigan bo'lsa, juda ham anaqa bo'ladi. Qizlar oyliklar har xil tushadi. Masalan, soat 12 gacha ham tushib qoladi oylik. Abitanki 4 ham tushib qoladi. Shanba bo'lganligi uchun shanba kuni ham tushib qolish ehtimoli juda ham katta. O'shaning uchun birozgina shunaqa qizlar. Demak, ikkita xursandchilik bir orada deb tushunsanglar bo'ladi. Bu orada yuzim dahshat tortildi qizlar. Ana endi kulish hech bo'lmaydi va undan tashqari gapirishga ham o'sha qiynalyapman, chunki juda tortilib ketdi qizlar yuzim. O'shaning uchun surayotgan vaqtinglarda ham yonga bir narsa emas, tepaga qilib sursanglar juda ham yaxshi. Biroz gapirishga hozir noqulay bo'lyapti menga. Tamam. Qisqasi tushundinglar, haftada 1 marta ishlatasizlar va sizlarga ko'rsatay. Shunaqa F2 bilan F3 ni 3 ga bo'lib ishlatib olasizlar va tabiiyki F1 da ham qizlar. Va F1 ishlatayotgan vaqtinglarda ham qarab chamalab qizlar F1 meni nazarimda, men o'zim ishlatganda ishlatadigan bo'lsanglar, bitta F1 o'zini 6 haftaga mo'ljallab ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni 6 hafta mobaynida ishlatsanglar bo'ladi. Keyin qizlar, bu mahsulotning narxi ancha qimmat. Normalniy darajada qimmat. Xohlasanglar qani ham o'zim poisk berib ko'rsanglar bo'ladi. Narxi yonib ketgan biroz. Sifati ham shunga yarasha juda ham kuchli oziq beradi. Tabiiyki bir marta ishlatib qo'ydim, chaq etib yuzimni tepaga ko'tarib qo'ydi degan narsa yo'q, lekin ishlatib o'rganinglarda juda ham yaxshi bir natija olishinglar mumkin bo'lgan bir mahsulotlardan biri bu. Hozir juda ham yuzim tortilgani uchun biroz gapirolmayman qizlar. 20 minutdan keyin yuvib tashlayman. O'sha vaqtda yuvib yana qayta kelarman qizlar. Paka. Qizlar jonlar, mana hozir yuzimni yuvib keldim. Endi qilayotgan ishimiz yana mistlash yoki tonerlash. Toneringlar bo'lsa toner qilsanglar bo'ladi. Mistinglar bo'lsa toza yaxshi, chunki tezda hipsuv, ya'ni tezda shimganligi uchun ancha chekko bo'ladi qizlar. Hozir mist sepib olamiz. Bostirib chiqqanim sababi bor qizlar. Birozgina tezroq qurishsin hamda tezroq yedirilsin degan maqsadda. Chunki hozir biz yuzimizga serum suramiz qizlar. Yo seruminglar bo'lsa, serum ampola bo'lsa, bemalol ampola sursanglar ham bo'ladi. Shunaqa bir. Bu ham professional narsa, haftada bir mutlaqo qilish kerak qizlar. Yuz balansini ko'tarib olish uchun. Ochib oldik. Butun yuzinglar bo'yicha bemalol surib olaverasizlar qizlar. Buni iloji boricha kechroq suringlar qizlar. Chunki bu arbutin. Arbutinli narsalarni faqat kechga ishlatishinglarni tavsiya qilaman qizlar. Eng asosiy yana bir qism qizlar quloqning shu joyi. Shundoq artib ketib qolmanglar qizlar. Shu joy. Asosiy line ushlaydigan joy. Qizlar, arbutin nima qiladi? Qizlar, arbutinchi mana bunaqa narsa. Ham dog' bilan ishlaydi. Yuzinglarda hech dog' yo'q yoki sepkil yo'q. Yuzinglarni oqartiradi qizlar. Yuzinglarni tiniqlashtiradi. Bir qarasanglar, oppoq yuz qiladi. Aynan mana shunaqa har xil arbutinlar, glutationlar ishlatib, oqartiruvchilar, masalan, boqiy ham oqartiruvchilari bor qizlar. Bemalol ishlata olasizlar. Anovani oqartiruvchilari bor. Undan ham bemalol ishlata olasizlar. Professionalni oqartiruvchilar bor.
bemalol ishlataveringlar. Chunki men bug'doy rangli bir o'rtog'imni yillardir ishlatib, umuman bo'yni boshqa rangda, yuzi umuman boshqa rangda bo'lganini o'z ko'zim bilan ko'rdim qizlar. Masalan, o'zi u bug'doy rang, tug'ma bug'doy rangli qiz, lekin ishlata rangini shunaqa ochartirdi qizlar. Shuna qarab, masalan, yuzini ko'rib turib, bug'doy rangli qiz deb o'ylamaysizlar. Tabiiyki ishlatgan narsasidan bo'yniga ham doim sur boradi, lekin mana bunaqa narsa bor qizlar. Ko'p ishlatish bilan qolganini shart qo'yish farqi bor. Shuncha ko'p yetadi. Men asosan qo'shinni nimaga olaman bilasanmi deb, nimaga aytsam, bo'ynim uchun deb kuldiradi meni. O'sha tarafi ham bor qizlar. Shuning uchun nima qilsanglar qilinglar, mutlaqo yo oqartiruvchi yoki bo'lmasam arbutinli yoki bo'lmasam boshqa bir oqartiruvchi, glyutationli, S vitaminkali shunaqa narsalarni mutlaqo ishlatib yuringlar. Ham yuzinglarni taranglashtiradi, ham oqartiradi, ham tiniqlashtiradi, ham namlik beradi. Agar yuzinglarda dog'inglar, sepkilinglar bo'lsa ham chikka sizlarga yordam beradi qizlar. Hozir surib oldik mana. Endi qilayotgan ishimiz bor qizlar. Mana hozir biz aynan ampulani ishlatib bo'ldik. Men ampulamni ko'rvasiz bo'lsangiz, shunaqa qator ampulalardan Shetda 2 dona qoldi qizlar. Qolmadi pashti. Umuman qolmadimi? Bor. Faqat bu tizimda qolmadi. Endi ko'zimizga pach qo'yishimiz kerak. Faqat ko'zga pach qo'yayotgan qizlar. Qo'yayotgan pachinglarni mana bunaqa 20 minut, 40 daqiqa tursinda op tashla. Bu narsaga borman, chekkoman bunga. Faqat bir tarafi ham bor qizlar. Hozir men qilayotgan narsani bir qilib ko'ringlar, agar sizlarga yoqsa. Hozir krem suramiz yuzimizga. Ozgina. Tabiiyki bu o'zingizlar xohishinglar ko'p suraman desanglar ham hech bir anaqasi yo'q. Toner va mist surayotgan vaqtingizda bemalol ko'zinglar bilan ishlatsanglar bo'ladi. Faqat u tonerni tarkibida hech bo'lmasagina, serumni ham bemalol ko'z bilan ishlata olasizlar. Faqat uni tarkibida hech bo'lmasagina qizlar, shu tarafiga ham e'tibor bergan holatda ishlatinglar. Yana narsa ishlataman deb, battar yuzi baryerini buzib, battar qarib ketmanglar. Mana hozir surib oldik. Faqat kreminglarni agar pach ishlatmoqchi bo'lsangiz juda tegi bilan ishlatmanglar. Hozir surib oldik, to'g'rimi? Qo'linglarni shu barmoqlar bilan butun bosgan holatda ishlatsanglar bo'ladi. Masalan, yuzingizning boshqa joylarini krem bilan yedirish uchun bosgan qo'linglarni keyin ko'zga olib kelsanglar bo'ladi. Mana endi pach ishlatamiz qizlar. Biringirini shunaqa bir pachi, ichida 60 dona bor. Ham oqartiruvchi ko'zi tegini, ham namli beruvchi, hamda juda ham yaxshi ajinlarga qarshi kurashib beruvchi. Bu bilan olasizlar. Yopishtirdim qizlar. Birozgina rangi shunaqa. Pushtiroq rangi bor chunki. Endi o'zingizlar ham bilasizlarki, aynan pachlarda shunaqa suyuqligi bo'ladi. Qo'lingizga tekkan, o'shani ko'zingizlarning ustki qismiga surasizlar. Mana ko'zimiz ustiga yaxshilab surib oldik. Endi qoshimiz o'rtasi. Qaradik, yana qoldi. Qaljachurim. Mana hozir pach qo'ydik, to'g'rimi? Pach qanday holatda qo'ydik? Yuzimizga ampula qo'ydik, krem qo'ydik, ustidan qo'ydik. Endi 4 soat kutib turaman. 4 soatlar ichida o'zi uxlaydigan soat bo'ladi. Uxlayman qizlar, olmasdan. Buni hech olmasdan turib uxlayveraman. Sizlar ham xuddi shunaqa qilib ko'rsanglar bo'ladi. Har doimmi? Har doim. Har doim kechki paytda xohlasanglar, xuddi men ko'rsatgandek qilib, shunda ko'zingizlarda qoldirib uxlab varsanglar bo'ladi. Даже mana juda ham ko'p holatlarda men juda ham qimirlab uxlaydigan odam emasman. Masalan, shu taraf bilan shunda uxladimmi, shu taraf bilan. Shu taraf bilan shunda uxladimmi, shu taraf bilan ko'p uyg'onaman qizlar. Unaqa u yoqdan bu yoqqa ag'nab yuradigan hech odatim yo'q qizlar.
Lekin birozgina osmonga qarab uxlaydigan qizlar bo'ladi ichingizda. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha tekis uxlaysizlar, tekis turadigan qiz bo'lsanglar, to'zi ham zo'r. Lekin endi bu yoqdan kirib, bu tarafdan chiqib ketsanglar, ko'rpani men hech nima deya olmayman bunaqa qizlar. Alloh yordamchilar bo'lsin. Shunaqa qizlar. Agar qaradinglar, ertalab tushib ketgan bo'lsa, qo'lingizdan hech nima kelmaydi. Baribir 4 soat turgan bo'ladi. Lekin qaradinglar, uxlashingizga 2 soat qolgan paytda o'xat qilib olsanglar, bu o'xat retinol ishlatayotganda juda ham ko'p qo'llaniladi qizlar. Xuddi shunaqa qilaverasizlar, hech qisi yo'q. Sizlarni ko'zingizda 40 daqiqa qolsa bo'ldi. 40 daqiqadan keyin uxlavaveringlar. Istagancha uxlanglar. 10 soat uxlaysam, 7 soat uxlaysam, 2 soat turib uxlab turib, anaqa qilasizlar, namozinglar o'qiysizlar, sizlarni xohishinglar qizlar. Lekin men taraf bilib olinglar. Deylik, sizlar uxladinglar, o'rtama qilib aytayapman, 10-10:30 uxladinglar. Lekin kechqurun 2 da yo 3 ga yaqin turishinglar kerak, namozinglar bor. Turasizlar, lekin nima qilish kerak? Tahorat qilish kerak. Majbur olib borasizlar qizlar uni. Hech qisi yo'q, hech bir yomon tarafi yo'q. Keyin yana kunlik o'zingizlarni uxudinglarga davom etaverasizlar qizlar. Demak, bugun sizlar bilan shularni gaplashdik. Faqat bugun kechki paytda qilayotgan bir ishimiz sizlarga yana bir ko'rsatib o'tdik. Juda ham oz qoldi, tegida qoldi desa ham bo'ladi. Mana shetidan rangchasi teshilib qoladi-ya. Ko'rinib shunaqa bo'lib qoldi. Gavtalga tegishli bo'lgan bir krem bu qizlar. Hozir olamiz kremdan. Surib olamiz. Hozir atir ko'rsataman. Gavtalga tegishli bo'lgan bir atir. Ko'ryapsizlar? Ichini ham ko'rsatmoqchiman. Sepamiz endi aynan krem ustida. Sepdim. Endi ikkalasini aralashtiramiz. Ana endi ikkalasini aralashtirib bo'lib ana endi sizlardan hech chiqmaydigan darajada bir hid kelib turadi. Shunaqa ishlatganingizda, masalan, bular bir sempillarni bilasizlarki, kichik sempilchalarni bir sepganingizda tugaydi qizlar. Bu yoqga bitta, bu yoqga bitta qilsangiz tugab qoladi, o'zingiz ham bilasizlar. O'shaning uchun aynan anaqani atir bilan ishlatsa bo'ladigan kremlar bor. Shular bilan ishlatganingizda ham uzoqqa yetadi, ham hidini ushlab beradi. Hidini ushlash muhim chunki. Masalan, kremim qani? Shu kremimni surib olib turib, shu kremni ustiga sepib qilsam bo'ladimi? Nimaga bo'lmaydi? Bu maxsus krem emas qizlar. Tushunyapsizlarmi? Buni ichidagi ximikat bilan u aralashadi-da, ham hidni juda g'alati qilib tashlaydi, ham terilarga allergiya berishi juda baland yuradi. O'sha tarafiga ham birozgina e'tibor bergan holda ishlatasizlar qizlar. Bugun sizlar bilan gaplashdik. Maskalar, modeling maskalar va undan tashqari professionalniy maska, yuzni juda ham yaxshi ko'tarib berish uchun xizmat qiluvchi, asosiy yuzi line uchun ishlaydigan bir narsa. Toner, atir, gavtalliki, mist, tonerlar, krem, ko'z krem, atir uchun ishlatiladigan kremi, professionalniy bu. Fransiyaniki. Ishlating qizlar. Mabodo tushunmaydigan narsalar bo'lsa yoki bo'lmasa biror bir savolinglar tug'ildi, bemalol chetdan yozinglar. Lekin qizlar, menga savol bilan Telegramga yozmanglar qizlar. Chunki men bunaqa narsa deyman, har bir odamni Telegramiga, "Ha, seni yuzing mana bunaqa ekan, bu bunaqa ekan" deya olmayman. Unaqa vaqtim yo'q. Xohlasanglar YouTube'ga yozinglar. YouTube'da ko'rgan vaqtim sizga mutlaqo javob yozib qo'yaman. Men Telegramda faqatgina meni kanallarim bor qizlar. Men jiyanim bilan ishlaydigan joyim bor. Shuning uchun asosan ishlaydigan narsam Telegramda savdo sotiq qizlar. Savdo bo'yicha kiraman, zakazlarni olaman, zakazlarni beraman, zakazlarni tushuntiraman. Lekin men har bir odam lichkasiga u bundan 10 yil oldin yoki 5 yil oldin nima oldi, u yuzga tushadimi, tushmaymi, bu nimaga tushmadi, u nimaga tushmadi, uni bilan yozishib o'tira olmayman. To'g'ri tushuninglar, meni ham vaqtim yo'q qizlar. Undan ko'ra agar sizlar u narsani sizlarning yuzingizga tushmasligidan shubha qilayotgan bo'lsanglar, ovatgan vaqtinglar, ovatgan odaminglardan so'ranglar. Bu meni yuzimga tushadimi o'zi? Meni yuzim mana bunaqa yuz tushadimi aniq olsam deb so'ranglar. Agar sizlarning yuzingizga tushadi degan bo'lsa va sizlar uni olib bo'lgan bo'lsanglar, ishlatayotgan bo'lsanglar, uni keyin so'rash kerak. Yo'q qizlar, men hozir yo'q bu tushmadi desam, ishlatmay qo'ymaysizlar, buni tugatishinglar kerak. O'shaning uchun shu tarafga ham e'tibor bergan holda ishlatinglar. Videoimni ko'rganinglar, vaqt ajratganinglar uchun kattakon rahmat. Videoimga like bosishni, kommentariya yozishni va Telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar qizlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha